Assalomu alaykum qarindoshlar. Bu soatlik darsimizda biz yan o'ttirisi bilan tafsiliy bir tunishib chiqaylik. Qaraydigan bo'lsak, bu yerda bir tal 3 bo'lin beribdi, shunama 3 bo'lin A, B, C deb. Undaq bo'lsa, bir 3 bo'linniki 3 tal tarafdan, ya'ni 3 tal yandan tarkib topadiganligini bilamiz. Agar 3 bo'linda bir bo'lindan chiqqan bir tuz siziq qarshi tarafni birisi-birisiga teng bo'lgan ikki parchaga bo'lib o'tgan bo'lsa, bu tuz siziqni biz bu 3 bo'linniki yan o'ttirisi deb ataymiz. Qaraydigan bo'lsak, bu yerda A dan chiqqan tuz siziq, shunama A, D, B, C degan bu tarafni, shunama bu yanni birisi-birisiga teng bo'lgan ikki tal qanday parchaga bo'lib o'tibdi. Shunama mana BD bilan CD'ning uzunligi teng. B degan bu bo'lindan chiqqan BE degan bu tuz siziq AC degan bu yan tarafni qanday o'ttirisidan birisi-birisiga teng bo'lgan ikki parchaga bo'lib o'tibdi. C degan bu bo'lindan chiqqan tuz siziq, shunama CF AB degan bu tarafni AF ve FB'den ibaret birisi-birisiga teng bo'lgan ikki bo'lakka qanday qilib o'tibdi? Parchalab o'tibdi. Demak, bu yerda A, D, B, E, C, F degan bu 3 tal tuz siziq nima bo'ldi? 3 bo'lin A, B, C'ninki yan o'ttirisi bo'ldi. Yana qaraydigan bo'lsak, bu yerda G deb bir alayda nuqta bor. G ni nima deb turibdi bu yerda? Ağırlık merkezi deb tushunami? Ağırlık merkezi. Unda bo'lsa G degan bu nuqta qanday hosil bo'ldi? G degan shunami bir 3 bo'linninki 3 tal nima yan o'ttirisi o'zaro kesishish orqali hosil bo'lgan bir nuqta. Ya'ni alayda nuqta. Biz buni ağırlık merkezi deb olamiz. Tafsilroq qaraydigan bo'lsak, bu ağırlık merkezi bu yan o'ttirisini ikki parcha qilib o'tadigan shunami? Masalan, A, D degan bu yan o'ttirisini qanday qilib o'tibdi? AG, GD deb ikki parchaga bo'lib o'tibdi. Ya'ni bu yerda bu bo'lindan tortib ağırlık merkezigacha bo'lgan oraliq 2A bo'lsa, shunami bu ağırlık merkezidan bu yan tarafgacha bo'lgan oraliq GD ning uzunligini bo'lgan A bo'ldi degan gap. Yana bir yan o'ttirisining 3 dan 2sini bo'lgan bu bo'lindan ağırlık merkezigacha bo'lgan oraliq shunami 3 dan 1 qismini bo'lgan bu ağırlık merkezidan bu bo'linning qarshi tarafgacha bo'lgan oraliq bo'lgan. Yana bu yerdagi 2A ga A ni qo'shsam nima bo'ldi? 3A bo'ldi. Shunami 3A ning 3 dan 2si degan gap. 2A 3A ning 3 dan 1 degancha A bo'ldi degan gap. Yana qaraydigan bo'lsak, bu bo'lindan ağırlık merkezigacha bo'lgan oraliq 2C bo'lsa, shunami unda bu ağırlık merkezidan bu bo'linning qarshi tarafgacha bo'lgan GF ning uzunligi C bo'ldi degan gap. Yana masalanga yana bir tal örnek beray. Agar bu uzunluk B bo'lsa, bu uzunluk nima bo'ldi? 2B bo'ldi degan gap. Men yana turmushdan bir misol berib o'tib ketay. Masalan, bizning qo'limizda takshi yeyilgan mushta 3 bo'lin shakllik bir narsa bo'lsin, shunami biz uning ağırlık merkezini tepib olgandan keyin qanday bo'ldi? Bu ağırlık merkezini shunda ko'targan vaqtimda bu narsa shunami qo'limdagi 3 bo'lin shakllik bu narsa oldi keyniga yoki o'ng so'lga suyib ketmaydigan ehtimolliqi nihoyat yuqori degan gap. Shunlashqa biz buni ağırlık merkezi deb ataymiz. Yana bu yerdagi G shunami masalan yer sharining tortish kuchi bo'lsin yoki ağırlık deganni ingliz tilida nima deb ataymiz? Gravity deb ataymiz, shunami shu yerdan kelgan G deb qaraymiz. Unda bo'lsa yan o'ttirisiniki bu birinchi alayligiga asosan bu ikki savolga bir qarab boqaylik. Qaraydigan bo'lsak, bu yerda A, B, C deb bir 3 bo'lin bo'lgan shunami F degan AB ning o'ttirisi, E degancha AC ning o'ttirisi, D degancha BC ning o'ttirisi ekan. Unda biz AD ni, BE ni, CF ni tutashtirgan vaqtimda AD, BE, CF degan bu 3 bo'linniki 3 tal nimasi bo'ldi? Yan o'ttirisi bo'ldi, shunami. Unda bo'lsa masalan bu yerda GD ning uzunligi 5 debdi. Unda bo'lsa X degan necha bo'ldi? 5 ning 2si shunami X dan 10 degan gap mana. Unda bo'lsa masalan FG degan 3 bo'lsa, bu yerdagi Y, ya'ni CG ning uzunligi 3 ning 2si shunami. Unda bo'lsa Y degan necha? 6 degan gap. Qaraydigan bo'lsak, bizga Z ni so'rab turishmi yana? Unda bo'lsa masalan BD 10 bo'lsa, CD degan necha bo'ldi? Albatta 10 bo'ladi, shunami. Yana bir narsani ta'kidlab o'tib ketaylik. Bu yerda AF bilan BF ning uzunligini birisi-birisiga teng debdi. Unda bo'lsa CF ni tutashtirgan vaqtimda CF degan bu 3 bo'linniki nimasi bo'ldi? Bir yan o'ttirisi. Ya'ni AE bilan CE ni birisi-birisiga teng deb beribdi bu yerda shunami. Unda bo'lsa BE ni tutashtirgan vaqtimda BE degan bu 3 bo'linniki yana bir tal yan o'ttirisi bo'ldi. Bizga bu yerdagi BD bilan CD ni teng deb bermabdi. Yana bu yerdagi CF bilan BE degan 2 tal yan o'ttirisi bu nuqtada kesishgandan keyin A degan bo'lindan chiqqan bir tuz siziqmi bu nuqtadan o'tgan bo'lsa, bu AD cho'qim va cho'qim bu 3 bo'lin ABC'ninki 3-chi yan o'ttirisi degan gap. Unda bo'lsa BD bilan CD birisi-birisiga teng degan bu xulosani chiqarib olamiz. Yana bu yerdagi Z teng necha? 10 shunami? Nimani so'rab ekan bizdan? X, Y, Z ninki yig'indisi. Unda bo'lsa javob teng necha? 26 degan gap mana.
Keyingi savol qarab baqaylik olsa, ABC deb bir 3 bo'lib birib turishni ama E degan AC'ning o'ttirisi, D degan BC'ning o'ttirisi ekan. Unda olsa AD, BE degan bu 3 bo'loniki 2 tal yan o'ttirisi bo'ldi. Shuni ama bularning kesishgan nuqta bu nima bo'ldi? Eg'irlik markazi. Unda olsa y ni 2 ga ko'paysam x ga teng degan gap, ya'ni x teng 2y. Shuni ama unda olsa bu yerdagi GD ning uzunligi, ya'ni y qo'shilgan 4 ni 2 ga ko'paytgan vaqtimda nimaga teng bo'ldi? AG ning uzunligi 3y ga. Unda olsa bu yerdagi 3y teng bu y qo'shilgan 4 ni 2 ga ko'paytganimga shuni ama 2y qo'shilgan 8. Unda olsa bizden nimani so'rabdi ekan? X ni so'rabdi. Shuni ama bu aslidagi tenglimini bir yechib chiqarib o'tay. Y teng necha? 8. Unda bo'lsa y teng 8 bo'lgandan keyin x ni tepish intayin oson, chunki x degan 2y ga teng. 2 ga ko'paytirilgan y, 2 ga ko'paytirilgan 8. Shuni ama x teng 16 mana chiqdi. Keyingi mazmun qarab baqaylik olsa, qaraydigan bo'lsak, bu yerda ikkinchi alaylikni berib turishni ama, masalan ABC bu yerda bir tik bo'lonliq 3 bo'lon beribdi bizga. Anandan keyin nima debdi? G ağırlık merkezi shuni ama eg'irlik markazi. Ya'ni bu yerda G degan nuqta eg'irlik markazi. Unda bo'lsa, eg'irlik markazi bo'lsa G shuni ama A dan chiqqan bir siziq bu eg'irlik markazidan o'tgan bo'lsa, demak bu yerda AD degan 3 bo'lon ABC ning nimasi? Yan o'ttirisi. Shuni ama yan o'ttirisi bo'lgandan keyin albatta bu D degan BC ninki tam nimizde o'ttirisida bo'ldi degan gap. Amaliyotda biz bu mazmunni oldingi soat darslarimizda ko'rib bo'lgan. Shuni ama men bu yerda yana bir qatim sizib mushta bir so'zni o'tay. Masalan bir tik bo'lonliq 3 bo'lon bo'lsin. Shuni ama bu yerga mushta bir tik bo'lonliq 3 bo'lon sizilay boshda. Unda bo'lsa masalan biz bu bo'lonni A deyli, bunu B deyli, bunu C deyli. Tik bo'lonliq 3 bo'lon bu yer 90 gradus shuni ama BC ning o'ttirisidan bir nokta topdim deyli. Masalan bu nokta D bo'lsin. Yana bu tik bo'lonliq 3 bo'longa xos. Agar BC ning o'ttirisidagi nokta D bilan bu A ni tutashtirgan vaqtimda shunda ama AD deb işte bir tuz siziq chiqdi. Unda olsa bu yerda alaydı bir narsa bor. Ya'ni AD ning uzunligi bilan BD ning uzunligi birsiga teng shuni ama D degan BC ning o'ttiridagi nuqta bo'lg'achqa BD mo CD ga teng bo'ladi. Ya'ni bu 3 tal parcha tuz siziq birsiga teng degan gap. Qaytib kelib qaraydigan bo'lsak, bu yerdagi D degan BC ningki qanday o'ttirisi. Unda olsa masalan bu yer 3x bo'lsa, bu yer 3x. Unda olsa bu yan o'ttirisining uzunligi 3x degan gap. Bu yerda eg'irlik markazi bor ekan shunda ama eg'irlik markazi degan yan o'ttirisini 2 parcha qilib o'tdi. Yani bu bulondan eg'irlik markazigacha bo'lgan araliq bu yan o'ttirisining 3 dan 2siga teng. Unda olsa 3x deganninki 3 dan 2si ko'paytgan vaqtimda 2x ning bo'ldi. AG ning uzunligi bo'lsa, qolib qolgan GD ning uzunligi x. Shuni ama yani bu ya x bo'lsa, bu ya 2x yani 2si bo'ldi biz bu yerdan ko'rib olgan. Undaqda bu alaylik asosan bu ikki savolga bir qarab baqaylik. Qaraydigan bo'lsak, bu yerda ABC deb bir 3 bilan birib turishni ama G degan eg'irlik markazi ekan. Unda bo'lsa eg'irlik markazi bo'lgan keyin men bu yerdagi A dan chiqqan bu tuzsiziqni shunda uzartib o'taman shuni ama shunda uzartdim oldi bilan. Qaraydigan bo'lsak, yana bu yerda BCG deb bir 3 bo'lon boshlama, tik bo'lonliq 3 bo'lon. Unda olsa bu yer 6, bu yer 8 bo'lsa, BC ning uzunligi necha bo'ldi? Albatta 10 bo'ladi degan gap. Yana qaraydigan bo'lsak, bu G degan eg'irlik markazi bo'lgandan keyin A, G ni tutashtirib shunda uzatgan vaqtimda men masalan bu nuqtani D deb olsam shuni ama bu yerda AD degan 3 bo'lon ABC ninki nimasi? Yan o'ttirisi bo'ldi. Shunda ama unda olsa bu uzunlik BC 10 bo'lsa, BD degan 5, bu yer degan 5 ama tik bo'lonliq 3 bo'lon qarshi tarafning ya'ni yan tarafning o'ttirisida D degan nuqta bor. Unda olsa bu yer necha bo'ldi? 5 bo'ldi degan gap. GD ning uzunligi ya'ni bu yer 5 bo'lsa, bu yerdagi x degan bu 5 ning 2'si shuni ama unda olsa x dan 10 mana. Keyingi savol qarab baqaylik unda olsa, qaraydigan bo'lsak ABC deb bir 3 bo'lon birib turishni ama tik bo'lonliq 3 bo'lon. Anandan keyin bu yerdagi G nima ekan? Eg'irlik markazi debdi. Unda bo'lsa A'dan chiqqan tuz siziqni shuni ama eg'irlik markazidan o'tkazib shundoq bir uzartgan vaqtimizda nima bo'ladi? Bu yerdagi tigi qanday 90 gradus ekan. Unda bo'lsa bu yer 10 bo'lsa, tigi ya'ni G. Men bu nuqtani qanday D deb olsam shuni ama GD ning uzunligi 10 ning yarmi. Necha bo'ldi? 5 bo'ldi. Bu yer 3, bu yan taraf 5. Unda bo'lsa bu degan tik bo'lonliq 3 bo'lon shuni ama masalan bu nuqtani tik tushgan nuqtani shuni ama E deb olsak, ED ning uzunligi necha? 4 bo'lib ketdi degan gap. Yana bir narsaga alohida diqqat qilaylik. Bu AD degan bu tuzsiziq shuni ama ABC degan bu tik bo'lonliq 3 bo'lonning nimasi? Yan o'ttirisi. Ya'ni D degan CB ning nimasi? O'ttirisi degan gap. Unda bo'lsa AD ning uzunligi bilan CD ning uzunligi, BD ning uzunligi bu 3 siziq birsiga teng shuni ama unda bo'lsa AD 15 bo'lsa, CD mo necha bo'ldi? 15 bo'ladi. BD mo 15 bo'ladi degan gap. Bu BD ning uzunligidan ED ning uzunligini chiqarib o'tgan vaqtimda bu yerdagi x chiqadi. Shuni ama unda bo'lsa
15 elangan 4 tang neçe 11 degan gap mana x'ning uzunluğu. Unda bolsa x'dan 11. Keyingi mazmunlarimiz qarab baqaylik unda bolsa. Qaraydigan bolsak, bu yerda bir tal 3 bilan birib turishni A, B, C. Andan keyin bu yerda qaraydigan bolsak, BD ning uzunluğu CD'ga teng depti. Shundami? Ya'ni bu yerda AD, ABC degan bu 3 bilanning nimasi? Yan o'ttirisi ekan. Unda bolsa, bu yerdagi bu yan o'ttirisining uzunligini shundami bizga VA bilan ko'rsatib beribdi. Andan keyin bu yerda bir munosabatni beribdi. Qaraydigan bolsak, VA ning shundami? Ya'ni bu yan o'ttirisining uzunligining kvadratiga 2 ni ko'paytganim nimaga teng bo'lar ekan? Bu yerdagi B kvadrat qo'shilgan C kvadrat elingan shundami? Bu qarshi tarafning shundami? Ya'ni uzunligini A debdi. A ning kvadratini 2 ga bo'lganimni elib o'tganga teng bo'lar ekan. Nima uchun bundaq bo'ldi? Navbatda biz bir isbotini chiqarib baqaylik. Qaraydigan bo'lsak, bu 3 bilan ABC ni men o'ng tarafga chizib oldim. ABC deb shundami? Unda bo'lsa, masalan, bu yer C, bu yer B. Nima deb ekan bizga? BC ning uzunligi A deb ekan. Bu yerdagi AD shundami? D tushib qopti. AD degan 3 bilan ABC niki yan o'ttirisi bo'lg'achqa, bu yerdagi BD bilan CD birisi-birisiga teng shundami? BC ning uzunligi A bo'lsa, BD ning uzunligi nima bo'ldi? 2 dan A bo'ladi. CD ning uzunligi mu 2 dan A bo'ladi. AB ga parallel bo'lgan CE degan bu tuz chiziqni chizib oldim shundami? Ya'ni CE bilan AB ikkisi birisi-birisiga parallel. Ya'ni AC ga parallel bo'lgan BE degan bu tuz chiziqni chizib oldim. Unda bo'lsa ABEC degan bu to'rt taraflik nima bo'ldi? Parallel to'rt taraflik. Parallel to'rt taraflikning alayligiga asosan bu yer B bo'lsa uzunlik shundami? Bu yer mu B bo'ladi. Masalan, bu yer C bo'lsa, bu yer mu C bo'ladi degan gap. Yana qanda, masalan, bu uzunlik shundami? AD ning uzunligi VA bo'lsa, bu yerdagi ED ning uzunligi mu VA bo'ladi. Shundami? Navbatda biz bu bo'lingni sita deb olaylik va bu bo'lingni beta deb olaylik. Undaq bo'lsa, biz oldingi soat darslarimizda bundaq bir narsa o'rgandik shundami? Masalan, buni oddiy qilib mana bir tal 3 bo'ling chizib o'tay. Masalan, Muşta bir tal 3 bo'ling bo'lsin. Bu yani A, bu yani B, bu yani C deyli. A bo'lingniki qarshi tarafi kichik A, bu yer B, bu yer C bo'lsin. Bu bo'lingni sita deb olaylik. Unda biz cosinus teoremda biz bir narsa o'rgandik. Ya'ni bu yerdagi cosine sita nimaga teng bo'ldi? Bu yerdagi B kvadrat qo'shilgan C kvadrat elingan A kvadrat bo'lingan 2BC. Shundami? Biz bu cosinus teoremiga asosan bu yerga yana bir qarab baqaylik. Unda bo'lsa bu yerdagi cosine sitani men qanday ifodalayman? Cosine sita deganim shundami? Unda bo'lsa bu yerdagi VA ning kvadrati shundami? Qo'shilgan nima bo'ldi? Bu yerdagi BD ning uzunligi degan 2 dan necha A. Unda bo'lsa 2 dan A ning kvadrati shundami? Nimani elib o'tamiz? C kvadratini elib o'tamiz. Andan keyin bu ikki tarafni ko'paytamiz va 2 ko'paytirganmiz shundami? 2 ko'paytirilgan 2 dan A ko'paytirilgan bu yana bo'ldi. VA bo'ladi albatta. Unda bo'lsa cosine beta ga bir qarab baqaylik. Bu yerdagi cosine beta deganim nimaga teng bo'ldi? Shundami? 2 ko'paytirilgan bu ikki tarafning ko'paytmasi. Ya'ni 2 dan A ko'paytirilgan bu yerdagi VA. Shundami? Usti qanday bo'ldi? VA ning kvadrati shundami? Qo'shilgan 2 dan A ningki kvadrati elingan bu yerdagi B kvadrat. Shundami? Navbatda biz bu isbotlashning eng halqiliq yeriga keldik. Bu yerdagi seta bilan betaning munosabati bormi? Albatta munosabati bor. Shundami? Seta qo'shilgan beta necha gradus? 180 gradus. Unda bo'lsa, masalan, men bir qancha tal misol beraman. Masalan, cosine 60 gradus necha? 2 dan 1 ga teng, shundami? Unda bo'lsa, cosine 120 gradusni ko'rgandik biz. Cosinus teoremini o'rgangan vaqtda cosine 120 gradus degan minus 2 dan 1. Ya'ni 60 bilan 120 ning yig'indisi 180 bo'lgan vaqtda bu ikkisiniki mutlaq qiymati o'xshash, shundami? Bu plus, bu minus bo'libdi. Unda bo'lsa yana bir tal misol berayman. Masalan, cosine 30 gradus necha bo'ldi? 2 dan yıldız astı 3 bo'ldi shundami? Unda cosine masalan 150 gradus necha bo'ldi? Minus 2 dan yıldız astı 3. Yana xulosalab olsak, bu yerdagi seta bilan betaning yig'indisi 180 gradus bo'lganlikdan cosine seta bilan cosine beta birisi-birisining qarama-qarshi bo'ldi. Shundami? Unda bo'lsa, men buni qanday yozib olaman? Yozib olgan vaqtda masalan cosine seta teng minus cosine beta deb bu xil shaklda ifodalab yozib olsak bo'ladi. Unda bo'lsa, buningga asosan biz bu ikkisini qanday qilmaymiz? Tenglashtiramiz, shundami? Unda bo'lsa, bu yerdagi VA kvadrat qo'shilgan, men buni chiqarib o'tay, 4A kvadrat shundami? Elingan C kvadrat bo'lingan 2 ga 2 dan A ni ko'paysam, A bo'lib ketdi, ko'paytirilgan VA. Shundami? Bu nimaga teng? Minus qo'yib berdim mana. Unda bo'lsa, buni oddiylashtirib o'tay. A ko'paytirilgan VA shundami? Andan keyin VA ning kvadrati
qo'shilgan 4a kvadrat shunami elingan b kvadrat degan gap. Undaqda biz buni bir oddiylashtiraylik shunami. Tanglimining ikkala tarafga a va a ni ko'paytgan vaqtimda bu yo'qolib ketdi, bu mu yo'qolib ketdi degan gap. Unda bo'lsa va kvadrat shunami ustiga yozay. Va kvadrat qo'shilgan 4a kvadrat elingan c kvadrat teng shunami. Bu yerga minusni buni ko'paysa minus va kvadrat elingan 4 nima a kvadrat shunami. Minusga minusni ko'paysa nima bo'ldi? B kvadrat bo'lib ketdi mana. Unda bo'lsa bu VA ni ma tarafga o'tgan vaqtimda shunama 2VA kvadrat, anondan bu yerda B kvadrat bor shunama B kvadrat minus C ni keyniga o'tgan vaqtimda qo'shilgan C kvadrat, buni keyniga o'tkazib akasam elingan 2A kvadrat bo'lib ketadi. Demak, biz bu munosabatni isbotlab bo'ldik shunama. Isbotlab bo'lgandan keyin bir qancha savol ko'rib boqaylik bo'lsa, masalan, qaraydigan bo'lsak, bu yerda ikkita savol beribdi shunama. Ya'ni ABC deb bir 3 bo'lim bor ekan, BD 4, CD 4 deganga qaraganda, unda bo'lsa D degan bu tarafning nimasi o'ttirisi, ya'ni AD ABC degan bu 3 bo'limniki yan o'ttirisi shunama. Unda bo'lsa bu yerdagi yan o'ttirisining uzunligi x nimaga teng bo'ldi? 2x ning kvadrati shunama 6 ning kvadrati qo'shilgan 8 ning kvadrati shunama. Nimani elib o'tamiz? 2 dan shunama bu yerdagi a. Ya'ni nima bo'ldi? 4 ga 4 ni qo'shsam 8, 8 ning kvadrati degan gap mana. Unda bo'lsa 2x ning kvadrati shunama 6 ning kvadrati necha? 36 qo'shilgan 64 elingan 8 ning kvadrati 64 2 bo'lsam 32. Unda bo'lsa 2x ning kvadrati shunama 100 elingan 32 necha bo'ldi? 132 ni olsam 68. X ning kvadrati teng 34. Unda bo'lsa x teng yildiz osti 34 degan gap mana. Keyingi savol qaraylik. Qaraydigan bo'lsak, bu yerda ABC deb bir 3 bilan bo'lib to'shnama. Bunda bo'lsa bu nuqta AB ning o'ttirisi ekan. Ya'ni kelibchi bu nuqta shunama CB ning o'ttirisi ekan. Unda bo'lsa, masalan, men buni E, bunichi F deb olsam, A, E, C, F degan bu 3 bilan ABC ning nimasi? Yan o'ttirisi bo'ldi. Bu ikki yan o'ttirisi bu nuqtadan kesishib to'shnama. Unda bo'lsa B degan bu nuqtadan chiqqan tuz siziqmi? Bu yerdagi bu markazning, ya'ni eg'irlik markazini kesib o'tganga qaraganda bu nuqtami? Masalan, buni qanday mesela H deb olaylik. H degan AC ning o'ttirisi degan gap. Undaqda yan o'ttirisining alohidaligi asosan shunama. Bu yerdagi BG ning uzunligi 6 bo'lsa, bu yana necha bo'ldi? 28 shunama. Bu yer 6 bo'lsa, AG ning uzunligi degan 2'si 12 bo'ldi. Bu yer 4 bo'lsa, CG ning uzunligi necha bo'ldi? 8 bo'ldi degan gap. Bizden nimani so'rabdi bu yerda? AC ning uzunligi x shunama, x dan necha deb so'rabdi. Unda bo'lsa bu yerda qanday yan o'ttirisining uzunligini beribdi shunama. Unda bo'lsa 2 ko'paytirilgan 8 ning kvadrati shunama. Bu yerdagi 12 ning kvadrati qo'shilgan 8 ning kvadrati shunama elingan bu uzunluk x. Unda bo'lsa 2 dan x ning kvadrati. Biz x ni yechib chiqsak bo'ldi. Unda bo'lsa 2 ko'paytirilgan 8 ning kvadrati degan 64 shunama 12 ning kvadrati 144 qo'shilgan 64 elingan 2 dan x ning kvadrati shunama. Unda bo'lsa bu yerdagi minus 2 dan x kvadratni sol tarafga o'tkazsam shunama 2 dan x kvadrat teng 144 qo'shilgan 64. 64 ko'paytirilgan 2 degan 2 tal 64 degan gap. Unda elingan 64 elingan 64. Bu ikkisi yo'qolib ketdi shunama 2 dan x kvadrat. 144 dan 64 elvasam necha bo'ldi? 80 qilib qoldi shunama. 2 ni 80 ko'paytgan vaqtimda x kvadratdan 160. Unda bo'lsa x degan necha bo'ldi? 160 degan 16 ko'paytirilgan 10 degan gap shunama. Ya'ni yildizdan chiqqan vaqtda 4 yildiz osti 10 bo'lib chiqadi. Unda bo'lsa x teng 4 yildiz osti 10. Mana javob. Keyingi mazmunlarimiz qarab boqaylik bo'lsa, qaraydigan bo'lsak, bu yerda bir tal 3 bo'lib beribdi shunama ABC deb, anoniki nim deb G ağırlık merkezi. Qani, bu yerdagi G degan bu nuqta shunama bu 3 bo'lingning nimasi? Eg'irlik merkezi ekan. Unda bo'lsa, eg'irlik merkezi deb bergandan keyin nurg'unlig'in uchurg'a ega bo'la olamiz shunama. Ya'ni E degan AC ning o'ttirisi shunama. Unda bo'lsa F degan AB degan bu tuz siziqning o'ttirisi, D deganchi bu yerdagi BC ning o'ttirisi. Zaten bularning hammasini qanday ko'rsatib beribdi. Unda bo'lsa, masalan, bu yerdagi G D ning uzunligi 2x bo'lsa, A G ning uzunligi 4x bo'ldi shunama. 3x x deb parchalab o'tibdi. Biz oldi bilan buni so'zlashdan burun ostiga bir qarab boqaylik. Men boshqadan bir 3 bo'lon sizib o'ltamay, mishalni so'zlab o'tay. Bu 3 bo'lon qaraydigan bo'lsak, ABC deb bir 3 bo'lon berib to'shnama. Unda bo'lsa bu yerdagi E degan bu nuqta
A, B'nin o'ttirisi, D degan bu nokta qanday ekan? A, C'ninki o'ttirisi bo'ldi ekan. Unda bo'lsa bir 3 bo'londa shunama ikki tal yan tarafning o'ttirisidagi ikki tal nuqtani tutashtirgan vaqtimda E, D degan bu tuz chiziq, A, B, C degan bu 3 bo'lonniki markaz chiziqi bo'ladi. Ya'ni bu yerdagi E, D degan bu markaz chiziqning bir alohidaligi bor. Bu E, D cho'qim va cho'qim tegidagi bu yan tarafga shunama B, C ga parallel bo'ladi. Ham ED'nin uzunluğu bu yerdeki BC'nin uzunluğununki 2'den birisiga teng bo'ladi. Yani bu 3 bo'londagi markaz chiziqninki alohidaligi. Buni qat'iy unutib qolmaslik kerak. Yana qarab boqadigan bo'lsak, bu yerdeki ED degan bu 3 bo'lon ABC'ning markaz chiziqi shunama ED degan BC ga parallel dedik. Unda bo'lsa masalan bu bo'lon sita bo'lsa, bu bo'lonmi qanday bo'ldi? Sita bo'ldi. Masalan bu bo'lon beta bo'lsa, bu bo'lonmi beta bo'ladi degan gap. Qaraydigan bo'lsak, ADE degan bu kichik 3 bo'lon bilan shunama ACB degan bu cho'ng 3 bo'lonning ichidagi 3 tal bo'lonlar o'zaro birisi-birisiga teng bo'lg'achqa qanday bo'ldi? Bu kichik 3 bo'lon bilan bu cho'ng 3 bo'lon o'xshash 3 bo'lon deb atab olamiz. Ya'ni 2 tal 3 bo'londa 3 tal bo'lonlari shunama o'zaro birisi-birisiga teng bo'lsa qanday bo'ldi? O'xshash 3 bo'lon bo'ladi. Ya'ni bu yerdagi ADE degan bu 3 bo'lonni bir has yo'g'natgan vaqtimda qanday bo'ldi? Bu yerdagi ACB ga opmi o'xshash bo'lgan bir 3 bo'lon chiqadi degan gap. Unda bo'lsa, masalan bu yerdagi E degan AB ning o'ttirisi bo'lg'achqa A, E degan bu uzunluqni 2 ga ko'paysam AB ga teng bo'ldi. Shunami? Unda bo'lsa AD ni 2 ga ko'paysam AC ga teng bo'ldi. Eng diqqat qildig'imiz bu yerdagi AK degan bu uzunluqni 2 ga ko'paytgan vaqtimda AF degan bu yan o'ttirisi chiqadi degan gap. Biz bu alohidlikka munosabatli bo'lgan mazmunlarni so'zlab bo'ldik. Unda bo'lsa bir qarab boqaylik. Qaraydigan bo'lsak, bu yerda FE degan ABC degan bu 3 bo'lonniki markaz chiziqi shunami? Ya'ni bu yerdagi AK ning uzunligi nimaga teng bo'ldi? Bu yerdagi KD ga teng bo'ldi degan gap. Ya'ni AK ni 2 ga ko'paytgan vaqtimda AD ga teng bo'ldi. Unda bo'lsa masalan bu usti 3x bo'lsa, tegimi qanday? X qo'shilgan 2x 3x bo'ldi degan gap. Qaraydigan bo'lsak, bu yerda eg'irlik markazi bor shunami? Eg'irlik markazi degan shunami? Bu yan o'ttirisini 2 parchaga bo'lib o'tdi. Ya'ni bu nuqtadan shunami bo'londan eg'irlik markazigacha bo'lgan araliq bu yan o'ttirisining 3 dan 2si degan gap. Ya'ni 6x ninki ko'paysak 3 dan 2 ga shunami 4x nima bo'ldi? A, G'ning uzunluğu degan gap bo'ldi. Undaqda bu 4-alohidlikka asosan bu ikki tal savolga bir qarab boqaylik. Nima debdi? G og'irlik markazi deb turishmi? Eg'irlik markazi ekan. Unda biz qanday uchurlarga ega bo'la olamiz? Bu yerdagi E degan AB ning o'ttirisi, D degan AC ning o'ttirisi, F degancha B, C ning o'ttirisi. Shunami? Bu yerda bir tik bo'lonliq 3 bo'lon bor ekan, shunami? Unda bo'lsa F degan B, C ning o'ttirisi bo'lsa, bu yer 4 bo'lsa, bu yermi 4 va bu yermi 4 degan gap. Shunami? Yana qaraydigan bo'lsak, G degan bu yerda eg'irlik markazi shunami? Unda bo'lsa, men bu uzunlikni so'rab boqay. Necha bo'ladi? Bu yer 4 bo'lsa, bu yer shunami? Men buni O deb olsam, masalan, OG ning uzunligi 2 bo'ladi. Xuddi bu yerda 2x bo'lsa, bu yer x bo'lgandek, unda bo'lsa bu yer 2, shunami? Yana qaraydigan bo'lsak, masalan, GF ning uzunligi bu yer 4 bo'lgan vaqtda AG ning uzunligi 4 ning 2si necha bo'ldi? 8 bo'ldi. 8 dan bu 2 ni chiqarib o'tgan vaqtimda bu yerdagi x chiqdi degan gap. Ya'ni 8 dan 2 ni chiqarib olsam x dan necha? 6. Mana. Keyingi savol qarab boqaylik. ABC deb bir 3 bo'lon bor ekan shunami? Bizdan nimani so'rabdi? X ni. Ya'ni bu uzunlikni toping debdi. Unda bo'lsa men buni boshqacha usul bilan ishlab boqay. Masalan, bu yerdagi GF ning uzunligini berib turishnaman. GF 12 ekan. Unda bo'lsa 12 ni 2 ga ko'paytgan vaqtimda nima chiqadi? Bu yerdagi AG ning uzunligi chiqadi shunami? AG ning uzunligi unda bo'lsa 24 degan gap. 24 ga 12 ni qo'shib olsam, 24 qo'shilgan 12 dan 36. Bu 36 ni 2 ga bo'lib o'tgan vaqtimda AK chiqadi. Xuddi bu yerdagi 6x ni 2 ga bo'lib 3x AK ga teng bo'lganga o'xshash shunami? Unda 36 ni 2 ga bo'lsam, x dan necha? X dan 18 degan gap mana. Keyingi mazmun qarab boqaylik bo'lsa, qaraydigan bo'lsak, bu yerda bir tik bo'lonliq 3 bo'lon berib turishnaman. ABC deb bu bo'lon 90 gradus ekan. Anoniki nima debdi? G degan eg'irlik markazi. Eg'irlik markazi degan gap unda bo'lsa, bu yerdagi E shunami? AC ning o'ttirisi, F degan AB ning o'ttirisi, D degancha BC ning o'ttirisi shunami? BECF AD degan bu 3 bo'lon ABC niki 3 tal yan o'ttirisi bo'ldi. Unda 3 tal yan o'ttirisi bir nuqtada kesishdi shunami? Kesishgan bu nuqta bu 3 bo'lonning nimasi? Eg'irlik markazi bo'ldi degan gap. Yana qaraydigan bo'lsak, nima debdi bu yerda? Bu yerdagi yan o'ttirisi shunami? VB bilan ifodalabdi.
bu yan o'ttirisini ve A bilan ifodalab to'shnama AD'ning uzunluğu ve A debdi. Unda bo'lsa bu yerdagi CF'ning, ya'ni bu yan o'ttirisi shunama bo'ldi ve C bilan ifodalabdi. Andan keyin bizga bu yerda bir tal munosabat beribdi shunama. Ya'ni 5 ko'paytirilgan VA kvadrat qo'shilib tang VB kvadrat qo'shilgan VC kvadrat deb. Unda bo'lsa biz navbatda buni bir isbotlab boqayli. Nima uchun bunda bo'ldi? Qaraydigan bo'lsak, bu yerda alayli bir bo'lim bo'lgan shunama 90 graduslik deb. Unda bo'lsa masalan C degan bu bo'limning qarshi tarafi AB'ning uzunligini men 2C desam, shunama. Unda bo'lsa bu yer C, bu yer C bo'ldi. B'ning qarshi tarafini 2B desam, bu yer B, bu yer B bo'ladi. Unda bo'lsa o'xshash shaklda bu yer A, bu yer A bo'ladi. Shunami? Unda bo'lsa qaraydigan bo'lsak, bu yerdagi VB degan bu yan o'ttirisininki uzunluğu nimaga teng bo'ldi? VB ning kvadrati. Shunami? Bu yerda ABE degan bu bir 90 graduslik tik bo'lumli qush bo'lum. Shunami? Nimaga teng? B kvadrat qo'shilgan 2C'ning kvadrati. Unda bo'lsa B kvadrat qo'shilgan 4C kvadrat. Shunami? Unda bo'lsa VC qani? VC degan CF'ning uzunluğu shunami? Unda bo'lsa VC ning kvadrati degan C kvadrat shunami? Qo'shilgan 2B kvadrat, 2B'ning kvadrati. Unda bo'lsa bu nimaga teng bo'ldi? C kvadrat qo'shilgan 4B kvadrat. Shunami? Unda bo'lsa masalan VB kvadratga VC kvadratni bir qo'shib o'taylik. Ya'ni bu ikkisini, shunami? Bu ikkisini qo'shib o'tgan vaqtimizda nima chiqdi? 5C kvadrat qo'shilgan 5B kvadrat chiqdi. Shundami? Yana qaraydigan bo'lsak, ABC degan bir tik bo'lumli qush bo'lan, unda bo'lsa bu yerdagi BC ning uzunluğu, ya'ni 2A ningki kvadrati, shundami? Nimaga teng bo'ldi? 2B ningki kvadrati qo'shilgan 2C ningki kvadrati. Unda bo'lsa 4A kvadrat teng 4B kvadrat qo'shilgan 4C kvadrat. Ya'ni 4 ni qisqartirib o'tgan vaqtimizda bu yerda A kvadrat teng B kvadrat qo'shilgan C kvadrat degan gap. Bu munosabatni chiqarib oldik. Undaq bo'lsa VB kvadrat qo'shilgan VC kvadrat nimaga teng bo'ldi? VB kvadrat qo'shilgan VC kvadrat teng shunami? 5 ni sirtiga chiqarib olgan vaqtimda 5 ko'paytirilgan B kvadrat qo'shilgan C kvadrat bo'lib ketdi shunami? B kvadrat qo'shilgan C kvadrat degan A kvadratga teng, unda bo'lsa 5A kvadrat bo'lib ketdi. Yana bir narsaga diqqat qiladigan bo'lsak, bu yerdagi VA ning uzunluğu bilan bu A qanday birisi-birisiga teng. Unda bo'lsa A kvadrat deganim VA ningki kvadratiga teng bo'ldi shunami? Eng oxirida 5VA kvadrat. Unda bo'lsa isbotlab bo'ldikmi? Albatta isbotlab bo'ldik. Mana Undaqda bu alaylıkka asasen bu ikki tal savolga bir qarab baqayli. Qaraydigan bo'lsak ABC deb bir tik bo'lumli qush bo'lum beribdi, shunami? Andan keyin BE ning uzunluğu 7 debdi. Qani BE ning uzunluğu 7. Unda bo'lsa bu yerdagi G degan eg'irlik markazi ekan shunami? G eg'irlik markazi bo'lsa, bu yer 3 bo'lsa, bu yer necha bo'ldi? 6 bo'ldi degan gap. Unda bo'lsa VC ning uzunluğu, ya'ni bu yerdagi yan o'ttirisi 9 bo'ldi ekan. Shunami? Bu savolda nimani so'rabdi bizdan? VA ning uzunluğu teng necha debdi, shunami? Unda bo'lsa 5 ko'paytirilgan VA kvadrat, shunami? Bu uzunluqning kvadratiga bu uzunluqning kvadratini qo'shib o'tganga teng. Unda bo'lsa 7 ning kvadrati qo'shilgan 3 qo'shilgan 6 shunami? 9 ning kvadrati. Unda bo'lsa 5 VA kvadrat teng 49 qo'shilgan 81 necha? 130. Unda bo'lsa VA kvadrat shunami? 130 ni 5 ga bo'lgan vaqtimda necha bo'ldi? 26. Unda bo'lsa VA deganim yiltiz osti 26 degan gap mana. Keyingi savol qarab baqaylik bo'lsa, nima debdi? ABC deb mushta bir tik bo'lumli qush bo'lum bo'lgan shunami? Bu yer 90 gradus. Unda G degan eg'irlik markazi debdi. Ki eg'irlik markazi bo'lsa, bu yer 1 bo'lsa, bu yer 2, bu yer 2 bo'lsa, bu yer 4 bo'ldi shunami? Biz bu yerdan ko'rib bo'ldik. Andan keyin nima debdi bizdan? Aksini toping debdi. Aksini qanday topamiz? Men bu yerdagi B dan o'tkazib shunami? B'den G'den o'tkazib mushta bir tal tuz siziq sizib olgan vaqtimda bu siziq masalan bu nuqtani navbatda H deb olsam, unda bu nuqta degan AC ning nimasi bo'ldi? O'ttirisi bo'ldi. Ya'ni bu 3 bo'londa ABC degan bu 3 bo'londa AD, BH, CE degan 3 tal yan o'ttirisi bir nuqtadan kesishadi shunami? Markaz nuqtasidan o'tadi. Anandaki mesela H degan albatta AC'ninki o'ttirisi bo'ldi degan gap. Unda esa BH navbatda uzunluqi shunama AH ga teng, anandaki CH ga teng. Ya'ni bu 3 tal siziq birisi-birisiga teng bo'ldi, chunki bu tik bo'lonli qush bo'lon. Undaqda bu alaylıkka asasen, yani mushta bir tik bo'lonli qush bo'londa shunama tik bo'londan tushgan yan o'ttirisininki uzunligining kvadratining 5'si bu yerdagi 2 tal yan o'ttirisining kvadratining yig'indisiga teng. Shunami? Unda bo'lsa bu yerdagi B dan tushgan
yan o'ttirsa, ya'ni biz buni qanday VB deb olsam, shuni ama VB'nin kvadrati nimaga teng bo'ldi? Bu kvadratning 5'si nimaga teng bo'ldi? Bu yerdagi 3 ning kvadrati, shuni ama 3 ning kvadrati qo'shilgan 4 qo'shilgan 2, 6 ning kvadrati, shuni ama buningki yig'indisiga degan gap. Unda bo'lsa VB'ni qanday hisoblaymiz? 5VB kvadrat, shuni ama 3 ning kvadrati 9 qo'shilgan 36. Unda olsa VB kvadrat degan 45, shuni ama bu yerda 5 tushib qolibdi. Unda olsa VB necha bo'ldi? 45 ni 5 ga bölsəm 9, 9 ni yıldız alsam 3. Şuna ama yani bu uzunluq növbəti qanday olub getdi? 3 olub getdi degan gap. Onda olsa A eşinin uzunluğu 3, şuna ama C eşinin uzunluğu 3. Onda olsa x degan 3 qo'shilgan 3. Neçə bo'ldi? Ən axırısı da 8 tən 6. Mana. Keyingi məzmunumuz qarab baxaylıqda olsa, qaraydigan bolsaq, bu yerdə 3 tol 3 bo'lib beribdi shuni ama. Unda olsa oldi bilan men bu yani A, bu yani B, bu yani C deb olay. Nima debdi? G degan ağırlıq mərkəzi debdi shuni ama. G yani bu 3 bo'lib ağırlıq mərkəzi ekan. Qaraydigan bolsaq, bu yerdə qanday qilibdi? Bu ağırlıq mərkəzi bilan A, C, B bu 3 tol nöqtəni tutaşdırıbdı shuni ama. Yani müşta tutaşdırgan vaqtda bu 3 bo'lib qanday bo'ldi? 3 bo'lum ABC 3 tal kichik 3 bo'lumga parchalanib ketibdi. Unda bo'lsa bu ya'niki, ya'ni AGC degan bu 3 bo'lumning yuzi S bo'lsa, AGB deganing buning yuzi S, buning yuzi S bo'ldi debdi. Masalan, mushta bir tal tekshi bir 3 bo'lumlik shakllik bir non bo'lsin, shundan buni bu ig'irlik markazidan mushta kesib parchalab 3 o'quvchiga parchalab bergan vaqtimizda amaliyotda 3chilisiga tegadigan nonninki miqdori o'xshash bo'ldi degan gap. Unda bo'lsa, ya'ni bu ya S bo'lsa, bu ya S, bu ya S bo'ldi ekan, shundami? Unda bo'lsa ikkinchi 3 bo'lum qarab boqayli. Bu yerdimi bu bo'lumni A deb olay, buni B deb olay, buni C deb olay. Bu yana ig'irlik markazi bo'lsin. Navbatda bu ig'irlik markazini uzartgandan keyin masalan bu ya E shunami bu nuqta qanda F, bu nuqtani biz qanda H deb olayli. Biz oldi bilan bu 3 bo'lumni bu xil shaklda bir qarab olayli. Ya'ni A, G shunami B, G andan keyin bu xil shaklda qaraydigan bo'lsak, bu yerda 1, 2, 3 tal 3 bo'lum bo'lib ketdi shunami. Unda S ni S ga qo'shsam 2S, bu ham 2S, bu ham 2S shunami. Undaqda bu yerdagi E degan bu nuqta AB ninki o'ttirisi bo'lganlikdan qanday bo'lib ketdi? CE degan bu yan o'ttirisi shunami. A, B, G degan bu 3 bo'lumni, ya'ni yuzi birisi-birisiga teng bo'lgan 2 tal kichik 3 bo'lumga parchalab o'tdi. Muşu şekilde. Onda olsa ben bunu on tarafga bir sizib ko'rsatib beray. Maslanga bir 3 bo'lum bo'lsin, shunda ama biz bunu ma'qul shaklda bir 3 bo'lum deb qarab olayli. Onda bo'lsa maslanga men buni 3 bo'lum ABC deb olay. Bu ABC bo'lsin. Andan keyin biz qanday qilamiz navbatda? Masalan, BC degan bu tarafninki o'ttirisini tep olayli. Bu yer D bo'lsin. Men buni shunda parchalagan vaqtimda, shundami? Parchaladim. Unda bo'lsa bu uzunluq bilan bu uzunluq birisi-birisiga teng bo'ldi. Biz 3 bo'lumniki yuzini qanday topdik? Asosiga egizlikni ko'paytib 2 ga bo'lganga tengishni ama. Unda bo'lsa masalan bu 3 bo'lumniki egizligini qanday tushiramiz? A'dan bu bo'lumda shuni ama pastga mushta 90 graduslik bir egizlik tushiramiz. Bu yer 90 gradus degan gap. Bu egizlikni H deb olsak, masalan A, B, D degan bu 3 bo'lumning yuzi shuni ama tigini A desam, bu ham A bo'ladi degan gap. Unda bo'lsa A ko'paytirilgan H ko'paytirilgan 2 dan 1 qilgan vaqtimda bu yerning yuzi chiqadi shuni ama S deb olsam, unda bo'lsa bu ham ya'ni A, D, C degan bu 3 bo'lumning yuzimi S bo'ldi. Unda bo'lsa A, E bilan E, B birisi-birisiga teng bo'lganlikdan bu 2-3 bo'lumning shuni ama egizligi o'xshash, andan keyin qanday bo'ldi? Yuzimi S bo'lib ketdi degan gap. Qaraydigan bo'lsak, birinchi qadamda ABC degan bu 3 bo'lumni 3 parcha qilib o'tgan shunda ama, unda bo'lsa ikkinchi qadamda qanday qilib o'tibdi? Bu yerdagi yan o'ttirisini uzartish orqali bu 3 bo'lumni 6 parcha qilib o'tibdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Unda bo'lsa bu 3-chi 3 bo'lumga bir qarab boqayli. Men bu nuqtani yana A deb olay, bu nuqtani B deb olay, bu bo'lumni C deb olay. ABC degan mushta bir cho'ng 3 bo'lum. Unda bo'lsa yana qarab boqadigan bo'lsak, men oldi bilan ma'qul shaklda qarashni to'g'ri topdim. Yani biz bunu birinci 3 bo'lumga o'xshatib, shunda ama qaraydigan bo'lsak, 3S, S, shunda ama 4S, 4S'ni qo'shsam 8S bo'lib ketdi. Shunda ama bu ham 8S, bu ham 8S. Yani yuzi birisi-birisiga teng degan gap. Andan keyin qanday qilib o'tibdi yana? 4S, 4S. Xuddi bu ikkinchi 3 bo'lum chiqdi shunda ama bu yerda 4S, bu yerda 4S, 4S, 4S. Unda bo'lsa ikkinchi 3 bo'lumni chiqarib oldim degan gap. Biz yana qanday qilibdi? Bu yerdagi bu ikki nuqtani shunda bir tutashtirib qo'yibdi shunda ama, ya'ni bu ne? Masalan F desam, bu nuqtani I desam, shunda tutashtirgan vaqtda bu qanday bo'ldi? Biz boyatdan ko'rgandik. Bu ya K bo'lsa,
bu yer degan 3K bo'ldi deb ko'rgan shundami? Oddiy bir siz bersam, masalan, işte bir 3 bo'lin bo'lsin, shundami? Bunda bir 3 bo'lin bo'lsin. Unda bo'lsa masalan bu uzunluqni 4K deb olaylik. Unda bo'lsa men misherdan bir parchaladim. Bu yer K bo'lsin, bu yer 3K bo'lsin. Shundami? Unda bo'lsa A, B, C deb bir 3 bo'lin. Unda bo'lsa qaraydigan bo'lsak, buning 2ga, shundami? Bu yer uzunluq K, bu uzunluq 3K bo'lsa, agar bu 3 bo'lonning yuzi S bo'lgan vaqtda, buning yuzi qanday bo'ldi? 3S bo'ladi degan gap mana. Bundaqda bu alaylikka asosan bu ikki tal solga bir qarab boqaylik. Nima debdi bu yerda? Alan ishlama, ya'ni A degan alan degan gap yuzi. Unda KEL. Qani KEL degan bu kichik 3 bo'lonning yuzi 4 debdi shundami? Unda bu yer 4 bo'lsa, buning 3'si bo'lgan bu yer necha bo'ldi? 12 bo'ladi degan gap. 4 ga 12 ni qo'shsam 16 shundami? Unda bu 3 bo'lonning yuzi 16 bo'lsa, tegidagi bu 3 bo'lonning yuzi 16 bo'ldi. Qarab boqadigan bo'lsak, bu yerdagi L degan shundami? Bizga tepemepti. L degan qanday? Eg'irlik markazi. Ya'ni bu nokta o'ttirisi, bu nokta o'ttirisi bo'lgan keyin shundami? Unda G degan eg'irlik markazi, ya'ni AG, ya'ni AL bu yerda C degan buning yuzi qaraydigan bo'lsak, bu yer 16, bu yer 16, 32 shundami? Unda 32 ni 3 ga ko'paytgan vaqtimda, ya'ni bu ham 32, shundami? Bu ham 32 degan gap. 3 tal 32 nima bo'ldi? ABC ninki yuzi chiqdi degan gap necha? 96 mana. Keyingi savol qarab boqaylik. Qaraydigan bo'lsak, alan ABC shunami? Ya'ni ABC degan bu 3 bo'lonniki yuzi 120 ekan. Unda bo'lsa G degan eg'irlik markazi deb turishmi? Eg'irlik markazi bo'lgan keyin men bu yerdagi C nima bo'lmoqda bir tutashtiradi, shunami? CG ni tutashtiradi mana. Undaqda ABC ning yuzi 120 bo'lsa, bu yer degan 40 shunami? Bu yer mu 40 kigimi necha 40 bo'lib ketdi degan gap. Bizdan nimani so'rabdi ekan? BGD ning yuzini toping. BGD ning yuzini toping. Ya'ni bu yerdagi BD degan BC ning o'ttirisi bu uzunluq bilan bu uzunluq birisi-birisiga teng bo'lg'achqa shunami? 40 ni 2 ga bo'lib beramiz. Ya'ni bu yer 20, bu yer 20 bo'ladi. Unda buning yuzi necha? 20 BR kvadrat shunami? Keyingi mazmunimiz qarab boqaylik bo'lsa, qaraydigan bo'lsak, bu yerda ACD deb bir tik bo'lon o'qish bo'lon berib turishmi? Ya'ni bu bo'lon 90 gradus degan gap. Anandan keyin CD ninki o'ttirisidagi nuqtani tepibdi. E deb shunami? Unda biz buni bek ko'p ko'rib ketdik. Mushta bir tal tik bo'lon o'qish bo'londa shunami? Yan tarafning o'ttirisini topsam, unda bu uzunluq bilan bu uzunluq teng shunami? Ya'ni bu yer K bo'lsa, bu yer K va bu yer necha K bo'ldi degan gap. Qaraydigan bo'lsak, ACE degan bu teng yanliq 3 bo'lon. Unda bu bo'lon alfa bo'lsa, bu bo'lon alfa bo'ldi shunami? Unda bu bo'lon nima bo'ldi? 2 alfa bo'ldi. Biz nima degandik? 3 bo'londa 2 ichki bo'lonning yig'indisi 3-chi bo'lonning tashqi bo'longa teng bo'ladi degandik. Yana qaraydigan bo'lsak, bular qanday qilib bu yerda? Bu yerdagi CD degan bu yan tarafni uzartib, shunami? Andan keyin bu yerda A dan o'tkazib, mishaga K uzunluqi K bo'lgan bir siziqni tushiribdi shunami? Unda masalan bu uzunluq K bo'lsa, bu uzunluq K edi. Unda bu qanday bo'ldi? A, E, B degan bu mu bir teng yanliq 3 bo'lon? Unda bu yer 2 alfa bo'lsa, bu bo'lonmi 2 alfa bo'ldi degan gap. Unda bo'lsa tik bo'lonliq 3 bo'lonniki bu alayligiga asosan shunami? Bu ikki tal solga bir qarab boqaylik. Birinchi savol qaraydigan bo'lsak, ABC deb mushta bir 90 graduslik tik bo'lonliq 3 bo'lon beribdi shunami? Bu yer 35 gradus, bu yer 70 gradus. Unda BC ning uzunluqi x necha deb so'rabdi. Men qanday qilaman? Bu yerdagi A'dan o'tkazib shunami? Qarshi tarafga mushta bir tal siziqni birini tushirib olaman. Andan keyin masalan bu uzunluqqa teng deb olsam, ya'ni bu uzunluq bilan shunami? Men buni E nuqta deb olsam, bu uzunluqni bu uzunluqqa teng deb olsam, shunami? Bu yer necha bo'ldi? 35 gradus bo'ldi. 35 ga 35 ni qo'shib olsam necha bo'ldi bu yer? 70 gradus bo'ldi shunami? Undaqda biz ADE degan bu kichik 3 bilan qarab boqaylik. Bu yer 70 gradus, bu yer 70 gradus bo'lib ketdi shunami? Unda bu bir teng yanliq 3 bilan, unda AE ning uzunluqi 2 bo'ladi degan gap. Bu yerda alayda diqqat qilgan bir narsa bor. ABC degan bir tik bo'lonliq 3 bo'lon shunami? Unda 90 graduslik bu bo'londan qarshi tarafga tushgan bu siziq ham bu siziq bilan teng bo'lib qolsa, ya'ni bu yer K bo'lib qolsa, bu yer K, xuddi bu yerdagi o'xshash shundami? Unda qanday bo'ldi? E degan bu nuqta BC ninki o'ttirisi degan gap. Unda masalan AE degan 2 bo'lsa, CE degan 2 bo'ladi. Bu yerdagi BE degan 2 bo'ladi degan gap. X deganim shundami? X 2 qo'shilgan 2 teng 4 degan gap mana. Keyingi savol qarab boqaylik bo'lsa, qaraydigan bo'lsak, bu yerda ACD deb mushta bir 90 graduslik tik bo'lonliq 3 bo'lon bor ekan shundami? Yan tarafning uzunluqi 20, bu yer 10, 30 gradus alfa. Unda alfani toping debdi.
Unda bo'lsa qanday qilamiz? Bu yerdagi CD-ninki o'ttirisini tepib oldim deylik. Shunama men buni E deb olsam, ondan keyin biz navbatda bu yer A bilan E ni shunda bir tutashtiray. Tutashtirgan vaqtimda qanday bo'ldi? Bu E degan CD-ning o'ttirisi bo'lg'achqa, shunama bu yer 10 bo'lib ketdi, bu yer 10 bo'lib ketdi. 90 graduslik tik bulonliq uch bulonning alayidligiga asosan bu yermi AE ning uzunligi 10 bo'ladi. Shunami? Unda biz qaraydigan bo'lsak AEB degan bu bir 10 teng yanliq uch bulon. Unda bo'lsa bu bulon alfa bo'lsa, bu bulonmi alfa bo'lib ketdi degan gap. AEC degan bu mu bir teng yanliq uch bulon shunami? Unda bo'lsa, ya'ni bu bulon bilan bu bulonning yig'indisi alfaga teng. Bu ikki bulon birisi-birisiga teng. Unda bo'lsa bu bulon qanday bo'ldi? 2 dan alfa bo'ldi degan gap shundami? Qaraydigan bo'lsak, bu yerda bu bulon nimaga teng bo'ldi? Alfa qo'shilgan 30 gradus. Unda biz bir savol so'rab boqay. Bu bulonga bu bulonni qo'shib etsam, necha bo'ldi? 90 gradus. Chunki bu yer allburun 90 bo'lib qoldi shunami? Unda bo'lsa alfa qo'shilgan 30 qo'shilgan 2 dan alfa teng 90 gradus. Shunami? Unda bo'lsa 2 dan 3 alfa teng 90 dan 30 ni chiqarib etsam, shunami? 60 gradus. Unda bo'lsa alfa teng necha? 40 gradus degan gap mana. Unda bo'lsa alfa teng necha? 40 gradus. Shunami? Qaraydigan bo'lsak, mazmunlarimiz oxirlashibdi. Unda bo'lsa bugungi darsimiz yon o'ttirisi mush yerda oxirlashdi. Hammanglarga ko'pdan ko'p rahmat.